Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar, YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Avvalambor mana shu hayit ayyomlaring bilan, kirib kelgan Navro'z bilan sizlarni chin qalbdan tabriklayman. Dehqonchilaringizga Allohdan baraka tilayman. Mana kunlar isib, hamma mehnatga tushib qoldi. Biz ham rosa mehnat bilan o'rib ketdik. Video chiqarishga ham vaqtimiz bo'lmay qoldi. Bugun mana kech kirganda bitta video qilaylik dedim. Xullas bu videoni sizlarga ko'rsatishdan maqsad bir ikkita dehqonlar 1-2 yildan beri hech kimga indamasdan shu teplitsaga ochiq dala pomidorni ekishyapti. Вообще zo'r. Xullas zo'r bo'yapti. Aka bilamayman deb o'zlari ekishyapti. Men mana shu dehqonlarning sirini fosh qilaman. Chunki bu ochiq dala pomidorini teplitsaga ekishda juda katta ahamiyati bor, juda katta foydasi bor. Buni hozir video davomida sizlarga tushuntirib o'taman. Endi hurmatli bobo dehqonlar, mana shu 2 yildan beri bir ikkita shogirdlarim bor. Vaqtida ochiq dala pomidorini urug'ini tashashadi, chiroyli qilib stakanlarga joylashib turib, juda ko'pchiligi yanvar oyidan yoki yanvar oyining oxirida fevralga o'tib issiqxonaga ochiq dala pomidorni ekadi. Hamda teplitsalarga qaraganda 20 kun, 15 kun oldin pishirishib, vaqtida sotishadi, orqasidan bodringda ekishadi. Endi sizlarga tushuntirib o'taman. Bu teplitsa sortimizning sifati haqiqatan ham zo'r bo'ladi. Ochiq dalaniga qaraganda qattiqligi, qizilligi boshqa tomondan sifatli bo'ladi. Lekin bu pomidorlar pishgan paytda pomidorlar oz bo'ladi. Shuning uchun sifatiga ortiqcha e'tibor berilmaydi. Uni ustiga ochiq dala bilan issiqxonani ancha farqi bor. Issiqxonada juda chiroyli sifatiga sifat qo'shilgan holda bo'ladi. Xuddi mana shogirdlarimni o'sha qilgan mehnatlarini telefon orqali ko'rib, o'sha Telegramdan tashashganda boshqa qilib o'zim ham niyat qilib yurardim. Bir 2 yildan beri ekaman deyman, lekin umuman bizga iloji bo'lmasdi, chunki sinov navlari kelib qoladi, bodring boshqa, 3 soatlik issiqxonamiz bor, shu bilan ovora bo'lib joy yo'q, ekalmasdik. Sizlarga yangilik, yana bitta 4 soatlik issiqxona quryapmiz. Endi sinov navlarimizni u tomonga olib kirib ketamiz-da, bu yerda siz dehqonlar uchun yaxshi videolar chiqaramiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu ko'rib turganingiz, mana chiroyli qilib ekilgan Montana ochiq dala pomidorlari. Bu pomidorlarni biz 20-fevralda ekdik. 20-fevralda ekib, sovuqlargacha o'rnashtirib oldik va sovuq havo oqimlari kelganda mana ko'rib turibsizlar, bizda hech qanaqa termiz, boshqa narsa yo'q, imkoniyatimiz ham yo'q edi. Mana bunaqa qilib agrovolokno yozganmiz. Tagiga mana ko'rib turibsizlar, qora agrovolokno qalinidan yozganmiz. Shuni qaytarib turib o'ziga o'rab qo'ydik va sovuqlardan saqlab qoldik. Ortiqcha sovuqlar ta'sir qilmadi. Mana hozir ko'chatlarimiz aynan rosa gullash paytida 1-2 kundan keyin gullab boradi. Endi sizlarda savol, buni ko'pchilik so'raydi. Buni qanday qilib, mana shunday qilib o'sha teplitsa sortga o'xshab turib tepaga qarab ilamizmi yoki boshqachami deb. Endi operatorimiz bu tomonga qarating. Mana hozir o'sha ko'ndalangiga ip tortildi, birinchi ipga bayladik. Keyin yana ustidan ip tortamizda ikkinchiga baylaymiz. Tagidan ana shu ipgacha bo'lgan shox-shabbalarni hamma yo'lga olib qo'yamiz. Havo aylanishi ham zo'r bo'ladi. Endi u chekkamizga siyrakroq ekkanmiz bir qator. Mana bu qatorlarga esa har 20-25 sm ga bittadan ekilgan. Buni ikki tomoniga ham simni totamiz hamda chiroyli qilib baylaymiz. Xullas, nima deydi? Bu ko'chatlarimizni parvarishi-yu, qanday baylanishi hammasini sekin-asta videolarga qo'yib boramiz. Bu yilgi videomiz o'sha ochiq dala pomidorini issiqxona sharoitida yetishtirish hamda buni foydalari, tez pishishlari hammasi to'g'risida sizlarga bemalol videolarni qo'yib, axborot deydimi, nima deydi? Shunaqa narsani sizlarga berib boramiz. Xudo xolasa, mana shu videoni kuzatishda davom etinglar. Montana F1 ko'chatlari issiqxonamizda 65 kunda pishirishni harakatini qilamiz. Vaqt ketdi. Bu birinchi video.
1, 2, 3, 4 va pishkinchor ketma-ketlikda videolar chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana tez kunlarda agrotexnika haqida ma'lumot berib boramiz.